Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar. Biz mana yana o'sha Kirazon, Etalon, Borza navlari haqidagi videolarimizda davomini qo'yyapmiz. Xudo xolasa biz Jizzax viloyati Jizzax tumaniga tashrif buyurdik bugun. Bu yerda o'sha Telegram gruppamizda ham faol bo'lgan ukamiz Oybejon Jo'rayevni xonadonidamiz. Mana shunaqa qilib hosillarni yetishtiribdi, telefon qildi, bir ikkita video tashladi. Hamda biz mana bugun video olgani keldik. Mana shu Oybejon haqida ham bir ikkitasi lichkamga yozgan. Familiyalaring bir xil, qandoshlaring basmi deb. Yo'q, Oybejon bizga umuman begona, lekin ustoz deb bizga murojaat qiladi. Mana bugun Oybejon bilan ko'rishdik. Tbilisi'da turibmiz hozir. Xudo xohlasa Oybejon bilan suhbatlarda davom ettiramiz va bu pomidorlar haqida qisqagina, chiroyligina video qilamiz. Kanalni kuzatishda davom eting. Hozir mana Oybejonni o'zini suhbatlar yana bir bor. Mana Oybejonni o'zlari. Oybejon, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum ustoz. Charchamasdan. Yaxshi, rahmat. Xo'p, dehqonchilikda keyin Telegram gruppamizdagi ko'p savol-javoblarga qiynalib qolmayapsizmi-ku? Yo'q, qo'ldan kelgancha endi ustoz, shu. Yaxshi. Oybejon, hozir mana o'sha videolar tashladingiz, ko'rdik, bir ko'ring dedingiz. Mana xudo xolasa yetib keldik ertalabda. Dehqonchiligingizga ko'rib xursand bo'ldim, chunki biz mana o'zingiz ham YouTube kanalimizda kuzatib turibsiz. Doim videolarni qo'yib boryapmiz muntazam. Shu biz bergan navlarda ekkanlarga. Endi haligi har nimada gapirib o'tyapmiz, mukofoti bor deb. Endi bu mukofot bor narsa-yu, lekin dehqonlar mukofot uchun chaqirgan yo'q, men o'zim bilib turibman. Qilgan mehnatini, chiroyliligini, boshqasini menga ko'rsatish hamda mana shu navlar haqida bir yangi ma'lumotlar berish maqsadida chaqirishyapti. Kelib mana hammasini ko'rib xursand bo'lib ketyapman. Endi hurmatli bobo dehqonlar, mana shu ko'chatlarni aynan Oybejonni o'ziga biz vodiydan jo'natganmiz. O'sha kunlar yodimda, sovuq kunlar, korobkaga haligi mashinani ichiga stol qo'y, takla. O'shanda ham 8000 tup degandingiz, adashmasam, ozgina yetmay qoluvdimikin, sig'may qolib, Oybejon. Xo'p, o'sha kunlar nechinchi Tesla edi? Qaysi kunlarga to'g'ri keldi? 20 fevrallar. Sizda o'sha 20 fevral sanalarida ekilgan bu ko'chatlar. Shunday. Adashmasam o'zingizga, amakizga, yana kimlargadir shu 8000 atrofida ko'chat oluvdingiz bizdan. Shunday. O'zimiz yetishtirgan ko'chatlar olgansiz. Xo'p, o'sha 20 fevral sanalarida ekilgan. Xo'p, bunga atapleniyaga o't yoqqanmisiz shu ekilgandan keyin ozmos? 20 fevralda ekkanmiz. Shunda o'zi ustoz sizga aytganman, shu 1-fevralga yetkazib berasiz, tayyorlab berasiz deganman. Lekin shu ko'mirga sharoit bo'lmaganligi hisobiga deyarli xalodniy qilib ekkanman-da. Yoqdik endi iloji bo'lmadi, chunki bir 3-4 kun sovuq bo'ldi, xabaringiz bor. Shunda bir 3-4 kun ko'mir yoqdik. Faqat kechasiga saqlab qolish maqsadida. Aytganingiz buni to'g'ri. Lekin yoqilmadi deyarli. 3 kunmi yoqdik-da bo'ldi. Faqat kechasiga o'shanda ham sovuqdan asrash uchun, buni rivojlantirish uchun emas, sovuqdan asrash uchun. Xo'p, keyin Oybejon, mana shu ko'p videolaringizda, tashlagan videolaringizda yoki qilgan telefonlaringizda ustoz deysiz, qanaqa o'g'it beray, endi qanaqa qilay, nima qilay deb ko'p savollarni berdingiz. Asosan bu hozir men mana shu paytgacha 4 ta video oldim. Hozir 2 tasini qo'ydik. Ketma-ketlikda turibdi, hammasi chiqadi. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu videolarni tomosha qilsalaring, pomidorni yirikligi yoki hajmiga ham bir qarab solasizlar. Mana bu Oybejonni Tbilisi'ga kirgandan keyin hayratlanib qoldim, chunki ularga nisbatan bunda meva o'ta yirik, lekin o'sha palaydi baquvvatligi boshqa tomondan bir xil bo'lsa ham mevalarni yirikligi o'ta yirik. Misol uchun mana hozir mana shu pomidorimizni mana uzdik. Menimcha 300 grammdan ortiqroq bo'lsa kerak. Bu taroziga ham qo'yasiz, ustoz, bu ham zichligi ham 400 kamida. Tosh bosishi ham yaxshi. Bu bunaqasi ham. Mana hurmatli bobo dehqonlar, tosh bosishi ham og'ir bo'lyapti. Mayli, hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Taroziga ham qo'yamiz, 2-3 tani uzib olib 400 grammga yaqin deyapti. Buni o'sha taroz gapirib beradi. Endi hozir ayni paytda shu yerga kelib turganimda Qirg'izistondan telefon o'tib qoldi menga.
Shu grazon haqida ma'lumot bering. U Qirg'izistonga ham berganman-da, ekishgan ekan. O'zi ko'rib turibdi. Qanaqaligini boshqasini bilib turibdi. Yana ma'lumot bering. Qattiqligi haqida deyapti. Boshqa narsa qiziqtirmayapti uni. Qattiqligi haqida ma'lumot bering. Yirikligi, qizilligi demayapti. Qattiqligiga qanaqa bir baho berdingiz? Buni ustoz plyus tomonlari ko'p, qattiqligi, boya transportabelligi yaxshi. Misol uchun tashuvchanligi biron joyga 3-4 kungacha bemalol borib saqlab ham sotsangiz bo'ladi. Keyin ular ham taji qiynalmaydi keyin ham. Yana ham bir kamida hafta turadi deb. Ularda qolib ketgan taqdirda hafta davomida ezilmaydi, boshqa unaqa muammo yo'q. E'tiroz chiqqan-ku haligi bozorchilardan ham. Yo'q, unaqa. Keyin o'zi ko'plarda kattalarini uncha bu endi 400-500 grammlarda suymasligi mumkin, lekin bunaqasi ham ko'p emas, lekin 250-300 grammlari ko'pda buni. Kattalari unaqa ko'rinib turibdi. Bunaqa egzemplyarlar ham bor. Albatta. Uni ham kadrga qo'yib ketamiz holatlarini, tomoshabinlar ko'rib nimasini bahosini beraveradi. Xo'p, endi hali gapimiz chala qoldi. O'g'itlar masalasida ortiqcha ko'p o'g'it bermadingizmi bunchalik katta olib ketishiga? Yo'q. Faqat shu ko'pchilik, endi ko'pchilik emas, ustoz menga ham yozib turadi. Bizga ham aytganman, siz aytgansiz, qo'lingizdan kelgancha maslahat bering deb. Aslida shu suvdan adashmaslik kerak-da bunda. Sizni Turkiyaga borib olgan videolaringizni ko'rganman. Даже turklar ham suvdan hech mana shuni tagini ko'rsatgansiz ham постоянно 65-70% namlik turishi kerak. Shtachalang edi, e'tibor berganmiz. Ularda shtachalang. O'sha Mahmed degan ukaxonimiz ochib ko'rsatgan, turpoq namligini ham aytgan, shu 65-70% dan tushirmagan. Shuni hisobiga barcha mevalar to tepagacha yirik bo'lgan. Bizda mana Oybekjon o'zingiz ham vohadansiz, atrofdagi Telegramdagi yoki boshqa gruppalarga ham sarab solsangiz, mana shu tomonlarda juda ko'p qizdirish deyishadi, suvdan tortish, ayniqsa ochiq dalanikini. Bu teplisalarda ham o'shanaqa gullagandan keyin suv bermaslik kerak, boshqa deyishadi. Buni xatoligini men tushuntirib berolmayapman dehqonlarga. Chunki suvdan tortish orqali mana o'zingiz bilasiz, uchidan chirish birinchi bo'lib, kalsiy yetishmasligi, uchidan chirish hamda mevalarda o'zidan o'zi mayda bo'lib qolishi, mana shu suvdan tortishdan kelib chiqadi. Mana hozirgi paytda ham namliklari yaxshi, suvni qo'ygan, o'zi bilmadim sizlarda, biz vodiyda 2-3 kundan beri havo salqin, bulutli, goh yomg'ir, goh bulutli bo'lib, ancha salqin bo'ldi. Mana shunda ham suvlarni qo'yib qo'yibsiz. Tagi o'sha 65% namlikda turibdi. Xo'p, endi har deb videolarda gapiryapmiz, plyus tomonini, minus tomoni ham bor ekan. Endi ustoz hozircha minus tomonni ko'rmadim. Chunki plyus tomonlarini aytsam, masalan, o'zi boshqa gibritlarni ham ekkanmiz. Endi ular nomini aytmaylik, mayli. Mana bandi qiziq. Chunki videolaringizni ham ko'rgan paytim qiziqqanman-da ustoz. Misol uchun mana shu turishi ham boshqa gibritlarda asosan mana shu yer qayrilib qoladi, cho'rtta qayriladi. Sinib ham ketadi? Yo'q, sinishi mayda uziladi. Sinadi ham, xo'p, sinadi. Mana bu yerdan ham ayrilib ketadi. Asosan bu yerdan bunday cho'rtta qayrilib qoladi-da. Keyin mana namlik bilan oziqa o'tkazuvchanligi nisbatan kamayadi. To'liq emas, lekin kamayadi. Xo'p, hozir sizning gapingiz bo'yicha rosa 90 gradusga bukilib qoladi. Bukilib qoladi. Bukiladi. Oziqa o'tishi qiyin bo'lib qoladi. Hop, endi bunda mana shu grazonda ham unaqa narsa bor, juda kam. Masalan, 90% mashina turadi. Mayda 1 kilo bo'ladimi, 2 kilo bo'ladimi, mashina ushlab turadi. Ana shunisiga qoyil qoldim. Yana bitta plyus tomoni. Masalan, boshqa gibritlar hammasida emas, lekin bor edi. Misol uchun o'tgan bitta gibrit ekkanmiz. Mana shu yerdan tushib qolaveradi. Bir aylanamiz yo dori sepamiz yoki yurgan taqdirda ham o'zidan o'zi mashina tushadi. Lekin, masalan uchun ustoz qarang, vaholanki, xuddi mana shu oziqani ham u resept bo'yicha berganman-da. Navlarga ham bergan. Uni ham xuddi shu resept bo'yicha ishlaganmiz. Hozir buni taji qo'l bilan ham olish qiyin. Mana hozir oldingizku buni. Bildim. Qaychi bilan kesib olamiz biz. Terishda qaychi bilan kesgani bizga muammo tug'dirmaydi. Shu qaychi bilan kessak ham shu turgani yaxshi yerda. Albatta. O'zim tushgandan. Albatta. Hozir mana shu Oybekjonning gapidan bitta narsani his qildim. Haqiqatda bu haqida oldingi videolarimizda aytib o'tmagan ekanmiz. Juda ko'p pomidorlarimiz haqiqatda ertalab kirsangiz o'zidan o'zi to'kilib qoladi, ko'proq yerda yotadi. Mana Oybekjon o'zi aytayapti. Bandi qattiq. Haqiqatda hozir mana uni tortib, mana kipriksiz qilib uzib oldim.
Chunki qattiq ekan. Deyarli iloji yo'q, mana o'sha olishdi. O'shaning uchun qaychi yordamida uzyapmiz deb mana aytyapti. Yaxshi. Endi hozirgi mana holatda baklaringizga salab soldim. Tuta absoluta qurti nomiga mana bu yerda bor ekan. Nomiga zarar keltiribdi. Endi bu tuta absoluta qurtini navga hech qanaqa daxli yo'q, tushmasligini hammasiga tushadi. Endi bularga chora ko'rdingizmi? Ikki marta sepdik, shu avvalmektin xlorfenapir tarkibli sistem doridan. Endi hozir uchini to'xtatganmiz-ku ustoz, qarang. Shuni hisobiga yangi barglar yo'q hozir. Shunga endi mana hosillarga o'tib boshladi hozir. Shu sal boshni qotirib turibdi. Endi uni ham yana sepamiz endi bir. Keyin yana ustoz dehqonlarga tavsiya qilardim. Va shu avvalmektin xlorfenapir tarkibli ular ham zaharda endi. Iloji boricha shu biologik tomonlarga o'tish kerak. Hozir shu Toshkentdan, Rossiyadan biriktas olib kiryapti shunaqa preparatlar. Demoqchi bo'lganim ustoz, mana iste'molga xavfsiz-da. Albatta. Sekin-sekin agar natijasi yaxshi bo'lsa, bir ikkita joyda ishlatgan, natijasi yaxshi deyishyapti. Endi shularni ham bir sinab ko'ramiz, xudo xolasa. Keyin kuzgisiga, ayniqsa kuzda tuta rosa qiynaydi. Oybek, endi mana shu gapingizga bitta misolda biologik narsaga o'zi o'tish davri keldi. Chunki ximikatlar inson organizmi uchun, qolaversa mana u yosh bolalar uchun juda katta xavf tug'diradi, ziyon. Lekin bitta tomoni borki, bizni o'zbek xalqimiz dabdurustdan ishlatib olmaydi. Baribir sinaydi, chunki bunga palon pul sarflab, shu necha kunlar termilib pishiradi. O'shaning uchun sepsa olmasa, yana ko'payib ketmasin deb haliga zaharni olib kelib turib o'ldiradigan urib qo'yaveradi. Endi haqiqatda sizga o'xshagan dehqonlar sekin-sekin sinab turib, mana Telegram gruppamiz bor. O'shalarga tashab, mana shu biologik nimalar ishlatdim, tutab saratdan urdi yoki nematodani yo'qotdi degan gap so'zlar bo'lsa, keyin sekin-sekin asta dehqonlar o'taveradi bunga. Xo'p, Oybekjon, juda ko'p joylarda bitta beradigan savolimiz dehqonlarga necha kunda qizardi? Shu savol sizga ham. Kuni 87 kunmi deyman-da. 88, 87 90 kun ekan-da endi. 90 kun ekan. O hurmatli bobo dehqonlar, avvalgi videolarda ham 3 ta joyda oldik. Shularni hammasini bunday quloq solib, yaxshilab eshitgan bo'lsangiz, shu 85 kun bilan 90 kun oralig'ida qizarib savdoga chiqqani haqida gap ketyapti. Demak, ortiqcha kechki ham emas bu. O'sha avvalgi pomidorlar singari 80-90 kunlik hisobida ketaverar ekan. To'g'rimi, Oybekjon? Xuddi shunday. Yana ko'chatimizda yana ham sal baquvvatroq qilib kunini, keyin yana kechasi ham agar misol uchun bizda sharoit bor, endi yanagi yil xudo xolasa ustoz shu 1-fevralga tayyorlab bersangiz, ham shu 20 kun yutiladi, ham undan ham erta pishiramiz. Xudo kamida 1 oy yoki 1,5 oy. Endi bu yil ob-havo ham sal qandaydir injiq keldi. Qarasak, vurudi yaxshi, lekin shu yerda hayron qoldim. Issiq yaxshi, lekin kechalar qandaydir peripod katta bo'ldimi? Albatta. Qaysidir videomda ham aytib o'tganman, men zo'r dehqonman, men zo'r agronomman degan bilan bu Allohning ob-havosi bor, injiq tabiati bor. Ayniqsa bahorimiz bir isib ketdi. U bahorning boshlarida umuman 30 gradusga ham tushib ketdi, orada bir sovib ketdi. Mana shu narsada dehqon adashtirib qo'yishi hech gap emas-da. Zo'r dehqonni ham adashtiribdi. O'zimiz ham hayron qolamiz-da. O'sha 30 gradus nimada plyonkalar ochib yuboramiz, fortikalar katta qilamiz, 2 kundan keyin yopishga tushamiz, boshqa qilamiz. Sug'orib qo'ygan bo'lsa, endi zaxlab bo'ladi, bag'i sovib ketdi. Haqida kechalari 10 gradusdan pastlab ketdi o'sha kunlari. Shunday. Ustoz, ana az gapingiz bo'ldi. Ana shu kunlarda, mana shu birinchi kislarda changlatishda kunduz kuni boy aytganingizdek yaxshi havo, ichkari 30 gradusga chiqdi. Changlatamiz. Kechasi bir 3-4 kun 5 gradusga tushib turdi-da. Kunduzi ham bulutli bo'ldi. Mana shunda birinchi kislarda misol uchun ayrimlarda changlanishda muammosi bor. Chunki baribir kechasi ham kerakli sharoit bo'lish kerak-da. Misol uchun 11-12 gradusdan teparoq bo'lish kerak. Havo gradusi. Shu sal chalg'ib qoldik, endi ko'mirga sharoit bo'lmadi. Endi bundan buyog'i ko'ramiz endi yanagi yillar. Xudo xolasa. Bugun 28-may sanasi.
Jizzax viloyatida narxlarimiz qanaqa bo'lyapti? 9000 shu atrofda. Aha. 8000 yo 9000. Biz endi o'zimiz mana shu hududimiz choyxona, keyin magazinlar ko'p. O'zimiz 10 ming, 11 mingdan ular shu magazinlarga beradi. Magazinlarga beradi. Ha, yana bir narsani aytib o'tay. Oybekjon rosa Jizzax shahriga yaqin joyda o'tirar ekan. Buni yutug'i, chunki atrofda o'zi aytgandek restoran, kafe, shunga o'xshagan oshxonalar juda ko'p. Ozgina o'tkazganda ham bozorga nisbatan balandroq vaqtda o'tkazadi. Bu yoqda Asonot hududi katta zavodlar borda, Kia zavodlar, Akmada zavodlar. Bizda qattiq ko'p shu magazinlar. Bo'laveradi, yaxshi. Oybekjon, bo'lmasa hozir yana amakingizniki ekilgan sort bor ekan. Shuni ham ko'rib chiqib videoni davom ettiramiz. Hurmatli bobo dehqonlar, mana biz hozir Teplisadan chiqib, mana shu yerda Oybekjonga aytdim, 300 gram atrofida chiqsa kerak desam, hop, aka, buni tosh bosishsi kuchliroq, sal og'irroq chiqadi dedi. Mana isboti tarozga qo'yib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rsatishingiz mumkin. 477 gram. 477 gram. Xo'p, endi bular asosan bozor suymaydi, bularni katta bo'lib ketgan, lekin katta bo'lmayapti grazondagilar uchun mana kattaliklari. Oybekjon, endi bu katta bo'lib ketishiga sabab qanaqa ozuqalar ko'proq bergansiz? Bunga boya aytdim ustoz, shu asosan suvga e'tibor berish kerak. Keyin boshida ildiz rivojlantirish uchun fosfor ko'p NPK'lar, ildiz rivojlanadigan misol uchun ekorotmi yoki rotermi, keyin sekin kaliyli, birinchi shu yashil massa olishiga azoti bor NPK'lar, keyin sekin kaliyli oziqalarga o'tganmiz. Shu asosan ko'proq kaliyli. Kaliy. Oxirlarda обязательно kaliyli shu. Kaliy sulfat, magniy sulfat, 0,34, mufosfat kaliy, temir, keyin mikroelementlar jamlanmasi berib borilgan. Yaxshi, men hozir siz bilan gaplashib turib, 3 tani qo'ydim. 1,5 kilo yuk beryapti, 1,5 kilo. O'rtacha 500 kilodan. Endi buni misol totishimizdan maqsad kattaligini ko'rsatib ko'z qilish emas. Buni tosh bosish hisobini. Xo'p. Mana endi o'sha o'rtacha bozorbop bo'lgan navlarimiz, mana bozorbop bo'lgan gibridlarimizni holatlari. Rosa bozor suydigan holatda. Mana juda chiroyli holatlari ham, o'zi aytgandek bozorda ham yaxshi ketyapti, deyapti. Buni ham qo'yamiz tarozga. Xo'p, 249 gram. 249 gram. Ya'ni rosa bozor xohlaydigan o'lchamdagi pomidor. Endi mana shu Jizzaxlik bobo dehqon otaxonlar oldida mana hozirgina uzdik. Buni ich tomonidan kesib ko'ramiz. Juda ko'p dehqonlar ichi oq bo'ladi pomidorda boshqa deydi. Buni holatini mana shu otaxonlar guvohligida kesib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana holatlari ko'rib turibsiz. Oqlik darajasi, boshqa darajasi yo'q. Juda chiroyli. Faqat hozirgina uzib chiqdik. Bu ortiqcha pishgani yo'q. Yana bir 2 kunlik holatida hamma yo'q qip-qizil holatga keldi. Mana hammasi bir xil. Bizda haligi ichidagi oq chiziqlar, oq tomirlar, boshqalar yo'q. Suvlilik darajasi ham yaxshi mana. Lekin shu suvlilik darajasiga qaraganda qattiqligi ham o'ziga xos. Hurmatli bobo dehqonlar, endi mana shunday chiroyli mevalar yetishtirgani uchun Alfa Agro firmasi tomonidan mana shu ukaxonimizga ozgina sovg'alar olib kelganmiz. Mana shu Alfa Agro firmasini kepkalari hamda futbolkalari hamda mana shu grazon, etalon, borza navlarini chiroyli bo'lgan holatdagi rasmlari
Mana buni o'sha 8 mingta ko'chat ekkan bo'lsangiz, ham akangizlarni ekkan, ularga topshirib qo'yasiz. Bular hozircha mana shu firma nomidan sizga sovg'a. Uka, endi biz safarimiz qaridi, chunki vodiydan yana Jizzaxdan yana vodiyga qaytishimiz kerak. Jizzaxda issiqlarda qolmasdan endi ortga qaytamiz. Sizga sog'lik, salomatlik, kelgusi ishlaringizda omadlar. Oybekjon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli bobo dehqonlar, keyingi video aynan siznikida bo'lishi mumkin. Mana shu videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmalarini bosib, bizga izohlar qoldiring. Izohlarga qarab turib videolar tayyorlaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.